Endi bu joyda suv muammo bo'lmaydi. O'rmon deb tanitilgan Abdulla Qodiriy degan obyektimiz ish jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi. Bu joyda 3 ta skvajinlarni chiska qilib berib, soatga 22 tonna suv kachat qila oladigan indiyskiy nasos va uni boshqarish uchun aqlli shitlarni o'rnatib berdik. Aqlli shitlarni qolgan shitlardan afzalli tarafi 99% nasosni himoya qilib berishida. Masalan, o'ziga yetarli suvni hajmini isrof qilmagan holatda boshqaruv paneli orqali boshqarib, kamaytirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari ko'pchilikda kuzatiladigan muammo nasosni kuyib qolishi, nasosni ko'tarib tushirish, remont yoki yangi nasos qo'yish bu ortiqcha xarajat deyiladi. Bitta shu shitimiz orqali ko'p xarajatlardan sizlarni saqlab qoladi. Sababi kranni ochgan vaqtingizda boshqaruv paneli signal berib, nasos avtomatik tarzda ishlaydi. Kran yopilgan vaqtda ham boshqaruv paneli signal berib, nasosni pauza holatiga qo'yadi. Sizlarga ham bizning xizmatlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, har doimgi nomerlarga telefon qilinglar. Maslahatimiz bepul, ishinglarni sifatli, tezroq, chiroyli bitirib berishga harakat qilamiz.